Assalomu alaykum. Bugun dushanba 22-iyun 2026-yil. Namangan shahar Yangiobod ko'cha, mana shu EPA degan santexnik xo'jalik do'konlarini tanishtirib yuramiz. Bo'pti. Mana ular nima qopdagi? Knap bular. Tinab, nech pullar? 50 ming so'mdan. Bu nima? Bu Fugen. Nech pul Fugen? 67 ming so'm. Mesela oladigan bor bizda. Shulavechen. Bankomatlarimiz bor. Hamma narsalar bor. Kelaveramiz. Kelasizlar, kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Kelish kerak, kelaverish kerak. Ichkaridan bor tovarlarim. Ichkarida ham bor. Hoppa, mana davom qoldi. Mana kassa hisob kitob. Bu yerda hammasi bor. Hamma narsani mana shu yerdan topasizlar. Hurmatli obunachilar, obunachilar uchun arzon, ha? Ozon. Sizni obunachilaringizni yana ham ozon qilib beramiz. Ha, ana. Nimaga? Mana omborxona, skalat. İçini paylaşacak şuradan. İçinden beri. Hop, xayrlash o'chirganimni aytaman, bo'ldi menimcha. Ayo'mi samane, undan keyin xayrlash o'chirganimni aytaman. Shpatel, dishpatel. Shpateldan keyin dishpatel bor. Lapotka bilan ketmon bor. Mana katta turpamiz ham bor. Barcha turli mahsulotlar. Managacha ekanda. Bo'ldi, xayrlash o'chirganimni aytaman. Hamda 25-maktab Yangiobod ko'cha, Aqa Xonobod qarab ketadigan yo'l. Bu Aqa Sardoba Chorcha qarab ketadigan yo'l. Yangiobod ko'cha. Mana shu qurilish sanoat materiallarini tanishtirib, ijod bajarib tugatdik. Bo'pti.